Demay boshladik. Qarang, bizda sizlar bilan bugungi o'tadiganimizda passiv degani o'zi aslida majhul nisbat. Nima degani majhul nisbat? Majhul nisbatda ega bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldi? Misol uchun aytaylik, pulim o'g'irlandi. O'g'irlagan odam bormi? Yo'q. Pulim o'g'irlandi. Ya'ni kim qilganini bilmayman. Yoki bo'lmasam ovqat yeyildi. O'zbekcha. Bilmaydi. Qiziq emas menga. Eng muhimi ovqat yeyildi. Tushunarli? Ya'ni bu passivda xuddi present perfect qoidasiga o'xshab ko'proq nimaga e'tibor beriladi? Natijaga. Tushunarli? Kim qilganiga emas yoki qayerdan qilganiga emas, ko'proq nimaga ekan? Natijaga. Misol uchun ketdik. Bu bugungi o'tadigan mavzumizda esa past bilan present simple deb passivni ko'rib chiqamiz. Misol uchun aktiv nima yo'q, passiv nima? Tushuninglar. Aktivda mana bu qoida esingizga tushdi, presentniki. Ya'ni doimiy zamonimizdagi. Demak, men hozirgi zamon demayapman, doim deyapman, sababi qarang ketdik. Nozima gives mice some food daily. Nozima har kun nima qiladi? Sichqonlarga some food beradi. Doimiy beradimi? Men nimaga es oldim bolalar? Chunki Nozima bitta, birinchi shaxs, tushunarli? To'g'ri, uchinchi shaxs, to'g'ri. Lekin hozir bu yerda birlikka nisbatan ishlatamiz, to'g'rimi? Fe'lga nisbatan. Yaxshi. Va endi passivni xuddi o'shani passivni yozamiz. Endi bu holatda qarang. Asli bu yerda men buni ikkalasini men deb qolmadim. Sababi bu degani ikkita anomimiz bor. Ya'ni objektimiz bor degani. Ikkita obyektiv bunaqasiga bersak bo'ladi degani. Misol uchun qarang. Objekt berilamiz boshida, keyin emzordan qaysi bir mos kelsa olamiz, to'g'rimi? Undan keyin har doim mana fe'limiz bor, to'g'rimi? Mana shu fe'limizni qaysi shaklda olar ekanmiz bo'lar? Uchinchi agar u to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa esa id bilan olar ekanmiz. Va undan keyin agar kerak bo'lsa, shart bo'lsa, kimdir tomonidan deb berib qo'yamiz. Tushunarli bo'ldi? Misol uchun ketdik. Endi xuddi o'shani passivni yozamiz. Bu yerda qaysi obyekt nimani keltirishim kerak birinchi? Mice bilan beramiz, mayli ketdik. Ketdik. Mice aytib turinglar. Mice ga beriladi deyishim kerak. Emizorda qaysi bo'ladi? Is bo'ladi, mice deyapman. Sichqonlar. Are. Endi give-gachi. Given, to'g'ri, uchinchi shaklni oldim. Endi bolalar qarang, nima beriladi? Minus bo'ladi? Yo'q, nima beriladi sichqonlarga? Some food. Bo'ldi. Agarda bu joyi shart emas, sichqonlarga ozgina beriladi nima? Qachon beriladi? Daily. E'tibor bering, mana emizor degan narsani faqatgina qaysi zamonga nisbatan ishlatar ekanman bolalar? Present simple ga nisbatan. Hozir birinchi passiv boshlamadim. Bunday qilib qo'yamiz hozir. Bunday qilib, buni qaysi zamon ekan? Present simple. Tarjimasi nima edi? Shartli tarjimasi doimiy yoki takroriy zamon bo'ldi. Holati ham, qoidasi ham ichida ketdi. Tushundingizmi? Demak, present simple nima deb tarjima qilar ekanmiz? Doimiy va takroriy zamon. Misol uchun, har kuni takroriymi? Har kuni sichqonga anov beradi, ovqat beradi. Nozima desak, tushunarli chaqiradi. Endi mice given some food daily. Endi kim tomonidan berilmoqchi bo'lsa, endi qiziq bo'lsa shu sizlarga shunday by Nazma. Nazma. Точка. Tushunarli bo'ldi? Endi yana bitta og'zaki qilib ko'ramiz, ketdik. To'xtang. Bizda ikkinchi obyektimiz qolib ketdi. Hozir mice ga nisbatan berildi, to'g'rimi? Endi bizda bu narsa qolib ketdi. Qanday qilamiz uni? Birinchi nima deb boshlamayman? Some food. Ismi armi bo'lar? Are. Nega? Bir qancha deb Xo'p, lekin foodga s qo'shilmayapti-ku. o'ziga chaqmasmi? Is bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Chunki bizda akalar sanalmaydigan otlarga ham sam ishlasak bo'larmidi? Va tarjimasi nima kelardi? Bir os bo'lib kelardi, to'g'rimi? Agarda sanaladigan otlar bilan kelsa, bir nechta degan ma'noni beradi, sam degan so'zimiz, to'g'rimi? Va bu sanalmaganligi uchun is olaman endi. Tushunarli bo'ldimi? Endi ket is nima qilinadi? Given. Endi some food o'rniga nima bo'laman? To qo'shdim. To'g'ri. To mice. Qachon? Daily. Endi kim tomonidan bo'lsa yana qo'yamiz. Tushunarli bo'ldi? Tushunarli bo'ldimi bu yerda? Adjektiv berib o'tishi. Endi xuddi shu narsani bolalar o'tgan zamon shaklida yozamiz. Ketdik. O'tgan zamon shaklini yozamiz. Misol uchun qarang. Aktiv
Aktiv. Lekin qanaqa bo'ladi? O'tgan zaman qoidasi subject plus, to'g'rimi? Undan keyin nima edi? Verb ikkimida notofil bo'ladigan bo'lsa, misol uchun see niki nima? See, I see you. So, gap yo'q. Keyingisi. Go niki nima? Went, zo'r. Yoki ketdik. Bring niki nima? Bring. Browse, thank you. Xuddi shunday, mana shu ikkinchi shakllarni yozasiz. Tushundingizmi? O'zi o'tgan zaman bu aktiv, passiv emas. Aktiv, u o'tgan zamonimiz. Endi ketib objekt yozamiz. Undan keyin esa albatta nima? Time word. Time word nima edi buniki? Past simple'lik. Yesterday, last month, last week, last year, to'g'rimi? Yoki-da 2 years ago degan so'zlarimiz edi. Endi degan tuzamiz. Misol uchun ketdik. Moment deymiz. Moment. Proud. 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 Nos. Nos. Kaptan. From Afghanistan. Afg'onistonda ham chekishadi bilasizlar. Nos arzonda yo'qda. Desak, tushunarli. Endi qarang. Mo'min nima olib ketdi? Nos olib ketdi. Xo'p, qachon? Aytaylik. 2 weeks ago bo'lsin-a. Endi bizda mo'minni yashirishimiz kerak, akalar. Chunki bu kontrabanda olib keldi, to'g'rimi? Bojxonadan shunday qilib, bunday teshiklardan olib o'tib, to'g'rimi? Endi yashirishimiz uchun qaysi zamonda beramiz endi? Qaysi holatda beramiz? Aktivda berdimmi hozir? Endi passiv. Endi egani yashirishimiz kerak. Nima olib kelindi? Endi qarang. Mana bunga o'xshab aytamiz ketdik strukturasini. Mana shu strukturlarni men demoqqa turmushga qoidasiga olib qo'yaylikda. Mana bunday tarzda bo'lsin. Endi bu ham mana qoida. Endi ketdik. Buni qoidasi qanaqa bo'ladi? Endi objektda katta tarzda yozaman, to'g'rimi? Undan keyin nima? Молодец, was verb. Undan keyinchi. To'ppa-to'g'ri. Verb uch yoki id. Har doim passivmi? Mana shu was verb. Zamonni aniqlagandan keyin har doim bu yoqdagi fe'limiz uch yoki id shaklida bo'lar ekan. Endi ketdik. Undan keyin esa time kelsa keladi, bo'lmasam object ikkinchisi kelishi mumkin. Object ikkinchisi kelishi mumkin. Mayli, bu yerdan bunday qilib yozib qo'ydik, bo'lsam time deb qo'yamiz. Va undan keyin agar bermoqchi bo'lsangiz by deb oxirida berilsa, by something, somebody bor-ku. U oxirida berilsa beriladi, bo'lmasa yo'q. Shuning uchun qarshi yozib qo'yaman. Endi ketdik, xuddi shu gapni yozamiz. Nima olib kelindi? Ketdik. Hozir. Nos. Nima deymiz? Was nima? To'g'ri, was. Bravo. Bu ham xuddi shunday. Tushundingizmi? Bravo. Aha. Chunki ikkinchi ham uchinchi shakl ham bir xil, to'g'rimi? Bravo. From to'ppa-to'g'ri. From Afghanistan. 2 weeks ago. Bo'ldi. Agar kerak bo'lsa, by deb aytib qo'ysa egasini. Tushunarli bo'ldi? Yana bitta gap, ketdik. Bolalar, sizlarga endi savol beraman. Sut, to'g'rimi? Sut har kuni sog'iladi desak. Qani? Ega bizga shartmi? Yo'q. Sharafat opa yoki bu narsa sog'adi deyishimiz shartmi? Yo'q, har kuni sog'iladi. Bo'ldi. Nima deymiz? Qani? Har kuni sog'iladi. Sut har kuni sog'iladi. Milk? Milk sog'moq degan ma'noda ham keladi, to'g'ri? Mayli, milk demaylik, sut sog'iladi demaylikda. Sigir sog'iladi deylik, sigir har kuni sog'iladi. Cow is milked idi qo'shaman. Milked every day. Thank you. Bo'ldi. Ketdik endi bolalar, yana bitta gap tushamiz. Bizda yana gapimiz borki, shunda qarangchi. Eshitdik. Sut sog'iladi. Telefon Redmi Xitoyda ishlab chiqariladi. Har doimmi?
Ha, tamam, ketdik. Read me Xitoyda ishib chiqadi. Read me is yasalmoqda ikkinchi shart, uchinchi shart. Made. Read me is made in China. Ketdik. Endi o'tgan zamonda hisob ko'ramiz passivda. Sut kecha sog'ildi. Sigir kecha sog'ildi, uzr. Cow ismi. Was milked yesterday. Ketdik yana bitta gap yozamiz. Ochki kecha sindirildi deymiz. Yo'q, sindirildi. Egglesses kecha sindirildi. Egglesses wasmi? Were broken yesterday. Nimaga was bo'lmaydimi? Chunki to'g'ri savol were bo'ladi. Chunki egglesses nechta? Biz birlik deb bo'lamiz buni. Egglesses ko'zoynakda. Ikkita ko'zi bormi? Yana 18-asrdagi olimlarga o'xshab bitta anaqa ko'zga bunday kiritib, bitta suyagiga qisib olib, bunaqa emas-ku. Tushunali? Endi ketdik. Nos was brought from Afghanistan 2 weeks ago. Nos keltirildi degan ma'noda olib keldi. Tushundingizmi? Egasi noma'lum. Agar sotmoqchi bo'lsalar, how should ayting biz nima deymiz? Buy. Moment. Tushunarli bo'ldimi? Okay. Endi yana bitta og'iz gapiramiz. Ketdik. Kecha xona tozalandi. Yesterday boshimiz. Room was cleaned yesterday. Thank you. Xona har kun tozalanadi. Room is cleaned every day. Qarang. Har kuni bilan, har kuni doimiy demoqchi bo'lsak is ishlatamiz. Agarda kecha o'tgan zamondan gap kelsa, was yoki were. Ko'plik, kamlik shakliga qarab, birlik shakliga qarab. Tushunarli bo'ldi? Ketdik. Misol uchun, choch kecha kesildi. Mayli. Jahonning sochi kecha kesildi deymiz. Kim kesganini noma'lum. Jahongir's. Hair. Was. Ketyapti Jahon. Was cut. Yesterday. Tushunarli bo'ldi? Yoki ketdik. Kecha Nozimani chichqoni o'ldirildi deymiz. O'ldirildi. Nozimas. Mouse was killed yesterday. Tushunarli bo'ldi. Ya'ni bu hozir sizlarga past simple tushunarli bo'ldi, present simple tushunarli bo'ldi. Kitobimizda ham xuddi shu narsa berilgan edi. Endi kitobga qaraymiz, ketdik. Demak, boshlaymiz. A kategoriyani birinchi misolni o'qiymiz. Bizada ketdi. Madamin. My grandfather degan joydan boshlab. My grandfather was a builder. He built this house in 1981 deymizda. Tushunarli? Shunchaki 1981 deb ketamiz bu. Ikkiga bo'lib aytaveramiz. Yarashaveradi. Tushunarli bo'ldi? Ketdik. Demak, u uyni qachon quribdi? 1981-yil. Demak, o'zi qurganmi? Bobosi qurgan. To'g'ri, bobosi qurgan. Nima, aktivmi gapimiz, passivmi? Passivmi? Aktiv. Qurgan odam bor-ku, to'g'rimi? Endi qani uy bo'lsa passiv bo'ladi. Xuddi shunday. Endi uy qurilgan 1981-yilda desakchi? It was built desak ham bo'ladi, to'g'ri? Yoki the house was built deb tepada berib qo'ygan sizlarga. Ko'rdingizmi? Somebody built yoki house was built. Keyingisi. Endi qarang, mana bu yerda passiv gapni tarjima qilamiz. Bizda ketdi xosiyat. How old is this house? Tarjima how old nima edi? Qancha bo'ldi? Bu uy Qurilgan. necha yosh demoqchi, to'g'ri? It was built in 1981. Birinchi yil. Bu passiv gapimiz? Bu gapimiz passivmi? Ha, passiv. Chunki bu yoqda ega yo'q. Kim qurgani noma'lum. Bizda ketdi keyingisini Jahongir. 200 people.
200 People. are employed by the Company. company. Nechta odam? 200 ta odamlar 200 ta odam ish bilan ta'minlangan. Yozib qo'ying. Employee degan so'zda ish bilan ta'minlamoq, ish bermoq. Siz bu gap aktiva? Bu gap passiv. Chunki ta'minlangan odam yo'q. Yo, bor, faqatgina mana passiv shaklda bergan, ya'ni oxirida bergan. Mana kompaniyani anig'i qaysi o'sha kompaniya tomonidan aynan nom berilmagan, tushunarli bo'ldi? Berilgan taqdirda ham baribir by bilan berilyapti. Shuni hisobiga passiv bo'lyapti, tushunarli? Asosiysi ish berilganligi. Bay bo'lsa-da Agar by bo'lib gapni oxirida kelsa, bu gapimiz ko'pincha passiv bo'ladi. Tushunarli, ketdik. Keyingisi B kategoriyaga qaraymiz endi. B kategoriyaga. Mana endi qarang. Bizda ko'pincha passivlarimiz shunaqa narsaki, siz bilmaysiz, aytaylik, burnim mana urushda sindirildi deysiz, to'g'rimi? Yo urush o'zingiz, kim bilandir urushsangiz, o'zingiz burningizni bunday qilib sindirasizmi? Yo'q-a? Yo'q. Shuning hisobiga o'zimiz xohlamagan tarzda ro'y beradi, to'g'rimi? Ketdik. Meni burnim urushda singan deymiz. Qani, nima deymiz? My nose broken o'tgan urushda singan. was Broken in a fight in a last year. Ha. Last year o'tgan. Yoki 1 year ago, farqi yo'q. 1 year ago. Tushunarli bo'ldimi? Bu yerda burnimizda sinishi bu o'zimizga bog'liq bo'lmagan hodisa. Yoki veligimiz yoki nimadirimizni o'g'irlanishi, ketdik mayli. Endi Jahon aytayapti, Nosim o'g'irlab ketilibdi deyapti. Tushunarli bo'ldi? Nima deymiz unga? Nima shekma? Endi qarang, nima deymiz? Qani Nosim o'g'irlab ketilibdi. Ya, uni keyinda mayli, keyingi zamonda o'tamiz. Nosim kecha o'g'irlab ketildi. Nozim My nose. To'g'ri. Nice. My nose. Ha? Nozimani nozsiz bersin. My nose was stolen yesterday. Bu kecha Nosim o'g'irlab ketildi. Kimdir olganda tushib qolgan payt degan ma'noda beradi. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi, aytib sassiq olgan. Ketdik. Endi qarang, mana bu yerda ham o'sha tarjima berilgan. Qarang, a lot of money ko'plar was stolen in the robbery. Bosqinchilikda o'g'irlandi. Yoki ikkinchi gapga qaraymiz. Is this room cleaned every day? Tarjima. Har kuni tozalanadimi? Tozalandi emas, tozalanadimi? Doimiy zamonmi? Doimiy zamon. Keyingisi endi C kategoriyaga qaraymiz bolalar. C kategoriyaga bu yerda turli e'tibor bering-da, har bir so'zimizga asosan keladigan, passivda keladigan so'zlar berib qo'ygan. Qarang. Bajarildi. Qani uyga borsa bajarildi. Kecha bajarildi. My homework was done. Bu osonmi-kan passiv? Shunchaki mashg'ul nisbat egani yashiryapsiz, kim qilganini yashiryapsiz. Mana misol uchun uyda aytaylik siz bir narsani sindirib qo'ygansiz. Mayli choynak deylik-a. Choynak sindirilgan. Hayotda tanimaysiz. Ha. Hayotda tanimaydi. Men qildim demaydi, to'g'rimi? Choynak sindirilibdi deysizlar, bo'ldi. Sindirilibdi. Ega noma'lum. Xo'p, kim degan gap qiziqdi, to'g'rimi? Ketdik. Choynak sindirilibdi. Choynak? Nima? Choynak deb to'g'rimas? Inglizchasi nima? Kettle was broken 2 minutes ago. vaqt qo'yish oxirida shart. 2 minut oxirida endi vaqt qo'yish shart, o'tgan zaman bo'lgandan keyin. Tushunarli? O'tgan zaman bo'lgandan keyin vaqt qo'yishimiz kerak. Endi ketdik, qarang. Keyingi gapimizda mana bu yerda clean it. Nima degani clean it? Tozalandi, damaged. Zarar yetkazildi. To'g'ri. Keyingisi build. Qurildi, seen. Ko'rildi. Mana misol uchun kecha oxirgi marta she bilan madamini ko'rdim. Ko'rdim emas, ko'rilgan bo'lsa nima bo'ladi? Qulpinisa and madamin kecha ko'rilgan. Wasmi, were'mi? Were seen yesterday. That's it. Tushunarli bo'ldi? Ko'rilgan degan ma'noni berar ekan, ya'ni. Keyingisi. Endi ko'rgan odam qazyolligini aytmaydi, to'g'rimi? Shuncha aytmaymiz. Ketdik, keyingisi. Endi qarang, tagidagi gapimizga many accidents nimalar? Avariyalar are caused by careless driving. Nimalar tomonidan? Ehtiyotsiz haydash tomonidan sabab bo'ladi. Qarachi, o'shalar sabab bo'ladi.
Keyingisi qarang bolalar, endi zo'r keldi. I am not invited. Men ixtirochi Invite. yo'qmaganda. Yo'q. Qarang. Ya'ni mana bizda manaqa pronounlarimiz bor. Ega pronoun, ya'ni subject pronoun deyiladi, to'g'rimi? Inglizchasi ega pronoun deymiz biz. Ya'ni ega olmoqchi. Misol uchun qarang. Mayli. I, she, he, we, keyin they, to'g'rimi? Ketdi. Shular bilan bitta o'tgan zamonga nisbatan passivda gap tuzamiz. Men kecha jazolanmadim deylik. Men kecha jazolanmadim. Boyaga struktura bo'ldi. Mana bu struktura. O'shani passivni o'chirib tashladim, hozir passivniki. Qanaqa bo'ladi passivniki bo'ladi? Nima bo'lardi? Was yoki were. Ketdik. Ayganasi nima bo'ladi? I was. Jazolanmadim. Nima qo'shaman? Not. I was not punished. Qachon? Yesterday. Qarang bo'lar. Aslida punish jazolamoq, to'g'rimi? Lekin bu yerda men jazolamadim emas, men jazolanmadim. Kimdir tomonidan nazarda tutilyapti. Tushundingizmi? Yoki ikkinchisiga qarang. She was not invited to the wedding. Qani? Nima qilinmadi? She was not invited to the wedding. Nimaga taklif qilinmabdi? To'yga. Chunki nos chekarkan u. Tushundingmi? Gapirganda Okay. Endi demak, he bilan tuzamiz, ketdik. U nima qilinmabdi? He was not unga oylik berilmabdi, ketdik. Endi hayolimga kelgan gap shu bo'ldi, bolalar. He was not given. Oylik degani bolalar, qarang, eslab qolishingiz uchun salary. Salarga degan so'zga o'xshab ketyaptimi? Bo'ldi, salary. He was not given salary. Qachon? 2 kun avval. 2 days ago. Yozib olasiz. Unda boshqa zamon bo'ladi. Uni keyin dars o'taman. Boshqa zamonga hisob. Hozir tushunarli bo'ldimi ikkita zamonimiz? Present and past. Ketdik biz. Biz sindirilmadik hali. Biz hali sinmadik, sizlar to'g'rimi? Aytamiz, qani? Biz ikki o'tganni sindirilmagandik. We were not broken. Last? Yo'q. Osonmikan zamon? Passiv. Easymikan nazma? Yaxshi, ketdik. Endi zega nisbatan. Nima desak bo'ladi zega nisbatan? They wasmi? They were? They were? Mag'lub bo'lishmadi. Ularga taklif qilindi, pul taklif qilindi. They were taklif qilmoq, nima taklif qilmoq bo'lar? Biror narsani taklif qilmoq. Kimnidir emas. Offermi? Ma'lum ismozmi? Ishonaman. Offered. Nima taklif qilinibdi? Money. Nima qilish uchun bo'lar? Qani jamiyatdagi muammolar uchunchi? Nima qilish uchun nima bo'ldingiz? Birorta joyga Nima dedi? Nima ma'no bo'ldi? They were offered money to win the game, deydigan. Win the game. Nima qilish uchun? O'yinda yutish uchun ularga pul taklif qilindi. Yoki naboratiga. Yutqazish uchun. Lose the game. Biz so'zga yutish uchun, yutqazish uchun qilinadi-ku. Tushunarli? Tushunarli bo'ldimi? Tarjima. Mana shu bitta narsani aytib ketish kerak bo'ladi, qarang. Bizda offer degan so'zimiz bilan invite degan so'zimizning farqi bor. To'g'ri, ikki xil ma'noda ham taklif qilmoq degan ma'noni beradi. Lekin invite ga biz har doim somebody ishlatamiz. Kimnidir taklif qilish, qayergadir. Tushundingizmi? Offer esa nimanidir taklif qilish. Men aytganim, to'g'rimi? Misol uchun, I offer my bread to my friend. Nima? I offer my bread.
Nonimni taklif qildim. My friend. O'rtog'imga yemadi. Tushundingiz? Invite esa bu ki I invite my friend to my party. Bayramimga o'rtog'imni taklif qildim deyapman. Tushundingiz? Ke degan ma'noda somebody. Offer somebody bilan kela oladimi bo'lar? Yo'q, mutlaqo. Bu har doim SMTH deb qo'yamiz. Nima degani? Something. Thank you. O'sha ma'noda keladi. Tushunarli bo'ldimi? Mana invite bo'lib qolibdi. Sorry. Bu xatoyimni topasiz deb atay shunaqa yozgandim. Aytish kerak edi. Axlat ayting okalar. Tushunarli bo'ldimi bu? Ha. Yaxshi. So shuni ham rasmga tashlash kerak. Shuni ham rasmga qo'ying. Mana. Aktiv nimaga, passiv nima? Aktiv degani bu nega bo'ladi? Har doimgi zamonimiz bilasizlar. Misol uchun aktiv degani mana. Jahongir nos ekan. Jahongir? Ega bor. He, nos. Bu Jahongir bor, to'g'rimi? Egasi bo'lsa bu. Egasi bo'lsa bo'ldi. Keyin sizga savol tug'iladi. Nimaga aytdim, we, he bor ekan-ku degan narsa bor, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri, bular gapga ega hisoblanadi. Lekin kim ularni taklif qilmadi? Kim unga oylik bermadi, to'g'rimi? Kim degan kim uni jazolamadi? Tushundingiz? O'sha joylarni noma'lum. O'sha joylarga mayda buy deb bersangiz bo'ladi. Tushunib bo'ldimi? Feel like it. Okay. So you guys figure